Bugungi videoda sizlar bilan Demon Slayer Iblislar qotili animesidagi Muichiro haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar My Film News kanaldasizlar. Agar tayyor bo'lsanglar, bugungi qiziqarli videomizni boshladik. Muichironing to'liq qismi Muichiro Tokita, Muichiro Miss Hashira, ya'ni tuman hashirasi. Muichiro 14 yoshda va sizlarga bitta narsani aytaman. Muichiro Muzanki Bushichiga qarshi yakuniy jangda vafot etadi. O'zi Muichiro Tokita kam, Muichiro hashiralardan biri, ya'ni Demon Slayer korpusining eng kuchli jangchilaridan biri. U Miss Hashira nomi bilan tanilgan. U juda yosh bo'lishiga qaramay, nihoyatda iste'dodli va kuchli. U doimo sokin, hayotparast ko'rinadi. Go'yoki atrofda nima bo'layotganini sezmaydigandek. Ammo bu faqat tashqi ko'rinish. Aslida u nihoyatda keskin, tezkor va juda kuchli jangchi. Muichironing qobiliyatlari va kuchlari o'ta kuchli refleks va sezgi. Garchi Muichiro ko'pincha befarq ko'rinsa-da, Muichiro jangda juda hushyor va instinktlarga tayanadi. Uning jangovar reaksiyasi eng kuchlilar qatorida. Mist Breathing, tuman nafas olish usuli, uning asosiy jang texnikasi raqibni chalg'itib, tez zarba berish, zanjirli zarbalar, tuman ichida g'oyib bo'lib hujum qilish, jangda deyarli ko'rinmas holatga keladi. Tezlik ekstremal darajada tez bo'ladi. Bu tezlik bilan u juda kuchli dushmanni ham yo'q qila oladi. Muichiro Upper Moon 5 bo'lgan kuchli demon Gyokoni yolg'iz o'zi yengan yagona hashiradir. Bu uning juda kuchli ekanini ko'rsatadi. Katana ustasi, u katana bilan ishlashda nihoyatda mahoratli, zarbalari tez va aniq. Muichiro aslida egizak ukasi Yuichiro bilan birga yashagan. Demonlar hujumi natijasida ukasi halok bo'lgan. Bu esa Muichironing xotirasini yo'qotishga olib kelgan. Keyinchalik bu xotiralar tiklanadi va bu uning kuchining yanada uyg'onib, kuchli jangchi bo'lishiga sabab bo'ladi. Muichironing animedagi o'rni u Swordsmith Village Arc Qilichbozlar qishlog'i yo'yida asosiy rollardan birini o'ynaydi. U demonga aylangan Yuichironi yodga olib, g'azabini nazorat qiladi va eng kuchli zarbalarni beradi. U yosh bo'lishiga qaramasdan Demon Slayer korpusining eng kuchli jangchilaridan biri hisoblanadi. Final Battle Act'da yakuniy jangda ham u katta o'ringa ega bo'ladi. Men Muichiroga qo'ygan ballarim: tezlik 10, kuch 9, qarshilik 8, strategiya 8, nafas texnikasi 9, umumiy kuchi 10. Agar sizlar bu ballarga qo'shilmasanglar, kommentariyada nima uchunligini yozib qoldirishinglar mumkin. Videoni reklamadan so'ng davom ettiramiz. Sizlar YouTube kanal ochdinglar va videolar qo'yasizlar. Videolarga previewlarni ham o'zingizlar qilib, logo bannerlarni ham o'zingizlar qilgansizlar va videolaringizlar ko'pmas, kam prosmotr oldi. Nima uchun? Birinchidan, sifatsiz preview odamni sizlarning videolarini ko'rishdan oldin ustidagi rasmiga, tekstiga qarashadi va sizlarga hozir ikkita rasmni ko'rsataman. Ikkalasi ham bitta filmning videosi, lekin previewlar har xil. Va mana sizlar albatta o'ng tarafdagisini tanlaysizlar, ya'ni buni, chunki bunda personajlar to'g'ri joylashgan va tekst to'g'ri yozilgan va preview zo'r chiqqan. Agar sizlarga ham sifatli va tez zakazlarni tayyorlab beradigan dizayner kerak bo'lsa, men sizlarga Muhammadillo dizaynerini tavsiya qilaman. Muhammadillo dizayner preview, logo, avatarka, banner, xullas dizaynerlik qiladigan hamma ishlarni qiladilar va muomala zo'r. Agar previewni o'zgartirish kerak bo'lsa ham, yo'q demasdan o'zgartirib beradilar. Men Muhammadilloning telegamlarini opisiyaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz berishingiz bo'ladi. Agar Demon Slayer Iblislar qotili animesidagi Muichiro haqida video yoqqan bo'lsa, keyingi video xuddi shu animedagi Obanai haqida bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin va Demon Slayer animesini My Anime News Telegram kanalidan ko'rishingiz mumkin. Kanal silkasi opisiyaniyada bo'ladi. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha. 両親が死んだのは10歳の時だ。10歳で僕は一人になった。いたんだ。本当は
なんだ